Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabındaki tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari şundaktaydı. Bir imam yoki bir o'qituvchi mesela bir tarbiyatchi özün şu yorallarga yoki o'quvchilarga bir masalani o'ttirib qo'yib tashlab shu orqali bulardaki ilimni sinab beqish, ma'lumotini sinab beqish haqidagi bab dedi. Bu mu shu hadis qarta hadisdan süzüp ilingan mazmun. Hamda tuniginki 61 numurlik hadislar hozirgi 62 numurlik hadis o'pma o'xshash. Nimishqa buni İmam Bukhari rahmetullohi alayh buni birla yani tekrar keltirdi degan vaqtda birinchi hadisda hadis so'zlab berdi degan ma'noni bildirish asosida bayon qilingan. Ama bugungi 62 numurlik mav hadisda bo'lsa, bu hadisninki 5ga bab qo'ygan vaqtida masalan bu o'qituvchining o'zi shogirdlarini, o'quvchilarini sinash tariqasida ularning ma'lumotini tengshash asosida deyilgan mazmuni süzüp bu hadisdan shunga bunga yangi o'xshamaydigan shaklda bir bab mazmun kirgizgan. Hem de ikinci o'xshamaslik 61 numurlik hadisdagi raviylar 62 numurlik raviylarga o'xshamaydi. Bu 62 numurlik hadisda İmam Bukhari rahmetullohi alayh shunday dedi, bizga Xolid ibn Maxlad hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishiniki ismi mesela Xolid ibn Maxlad al-Qatawani ismi bilan mashhur. Mesela kunyasi Abul Haysam, o'zi Bajali qabilasidan arablarning mashhur jangovar qabilalaridan da. Bu adam 213-yili o'lib ketgan, o'zi Kufada yashagan. Bu kishini bir qism ulamolar masalan sal al-Qadislari munkar yoki Shiyalik Furaqbati degan bo'lsa-mu, bir qismlar yo'q bu adam ishonchlik degan hukmni bergan. Ammo Imom Buxoriyninki mush odamdan hadisni qabul qilib rivoyat qilganligi bu odamning ishonchlik durust odam ekanligiga yetarli isbot. Çünkü İmam Bukhari mushu hadislarni qabul qilgan vaqtida mush hadislarniki to'g'riligiga bakmi diqqat qilgan odam. Shunga bir qism Ibn Adi qatorliq hadis olimlari bu Kufadagi ulamolar ichida ko'p hadis rivoyat qildigan, inshaalloh bir chataqliq odam degan baholarni bergan. Undaqda bu odamniki hadisi qabul qilindi. Bu adam deydi bizga Sulaymon hadis so'zlab bergan edi deydi. Sulaymonning ismi Sulaymon ibn Bilal, Abu Muhammad nomi bilan mashhur. O'zi Qurayshlik, Madinada yashagan odam ayni vaqtida. Lekin bu odam o'zi bunda Berberi, yani Amazigh qabilasidan hozirgi Aljeriya, Tunis tarafdagi qabilalarda. Shu yerda mesela urushlarda, mesela esirga tushgan yoki quldorlik munosabatlarda Madinaga kelib qolgan odam ekan. Shunga bu Abu Bakr Siddiqniki oila tavobatlari, navrlariniki qo'lida yashagan, shu bularniki mavlasi, xizmatchisi degan nom bilan mashhur. Bu adamın ait köp kişilerden hadis rivayet kılgan. Bu adamda bu yani şundakla köp hadisshunoslar hadis rivayet kılgan mesela Abdullah ibn Mubarak qatorliq büyükler. Bu kişilerge bu kişi qarta ulamalar qanday baho bergan degan ishonchlik bahoni bergan. Mesela Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, İmam Nasai rahmetullohi alayh. Hatta İmam Ahmad ibn Hanbal bu adam chataq yo'q, ishonchli odam degan baholarni aniq bayon qilib o'tgan. Bu adam 172-yili o'lib ketgan degan qarashni kuchlantiribdi ulamolar. Bu adam deydi bizga Abdullah ibn Dinar hadis so'zlab bergan edi deb. Abdullah ibn Dinar hujjat xarakterlik muhaddislardan, ya'ni so'zi bunda isbot bo'la oladigan odamlardan-da. Bu odammi shu Umar ibn Xattobniki jamoati bilan munosabatlik. Ayni vaqtdagi shu tabiinlarning mashhurlaridan, faqihlardan bo'ladi. Bu adam 136 yoki 127 ixtilofga o'lib ketgan vaqtida, shu vaqtda o'lib ketgan eng cho'ng muhaddislardan ayni vaqtdagi. Bu kishiniki ustozi Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik qatorliq sahobalar, Sulaymon ibn Yasar qatorliq tabiinlar. Shogirdlari kim degan vaqtda Imom Malik, Sufyan as-Savri qatorliq mashhurlar, Sufyan ibn Uyayna qatorliq nurg'un odamlar bu adam o'qigan. Mashhur mush islom diniga, mush ilm jihatida to'p qo'shgan buyuklardan. Bu kishi ham Abdullah ibn Umardan hadis bayon qilyapti.
Abdullah ibn Ömer peygamberimizden hadis rivayet kıladı. De şu hadiste mundaq deydi. Daraxtlar içinde şundaq bir daraxt var, gazan tushmaydigan. O daraxt musulmonga o'xshaydi. Ha? Musulmonga o'xshaydi o daraxt dedi. Bana o daraxt nima deb biringlar-chu dedi. Degandan keyin o ravi deydi, kishilarniki butun nazari shu cho'l jaziradagi soylardagi daraxt ketdi deydi. Abdullah deydi, mening ko'nglimga xom daraxtimga yaxshican degan xiyol keldi-yu, lekin buni deyishdan hayo qildim, ifodalayolmadim. Ondan dediki, u bizga so'zlab bersa ya Rasululloh qaysi daraxt deb sahobalar payg'ambarimizga murojaat qilganda, payg'ambarimiz u xom daraxt edi deb shunaq degan. Ham tuningi hadislar bu hadisniki faqat isnodi o'xshamaydi, lekin hadisniki matnisi hammasi o'pma o'xshash. Faqat bir harf farqi bor. Tuningi iboratda fahaddisuni degan. Undaqda bilsanglar menga so'zlab beringlar degan mazmunda keladi. O lekin bugungi iboratda haddisuni deb farq siz bayon qilingan. Menga deb beringlar shuni degan mazmunda. Bir kichikgina bir nuqtani so'zlab deb qo'yaylik. Bir qism ulamolar debdi, masalan, xoma shu er ayolga o'xshaydi. Yani bununla müte çanlaştırmışsa, erkekçisini arlaştırmışsa bu meyve vermeydi dep ma taraftan okşatkan. Lekin bu bütün insanlardaki ortak aval bu. Bu erkeklik, ayollik, mundaq buluş degan noktalar. Lekin bu yerdagi faqat muhim nokta musulmonga o'xshaydi. Musulmon bu qavmdagi foydali taraflar o'xshatilgan bu yerda. Foydali, manfaatlik jamiyatga dunyoga, yer shariga da töhfə qoşalaydigan. Yani ziyin olmaydigan müşta buluş gerek demekçi. Yana İmam Buxari rahmetullahi aleyh bu 63. hadisinki yani bir babını ekilip Kur'an-ı Kerim'den delil ekilip de ilim doğruluk qandaq bir ifadelenip boğan yani ilim iliş jarayonida qandaq ibaretler işletilgen degende uqumlarni bildirish uchun Estağfirullah degende Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ey Parvardigarim mening ilmimni ziyod qilgin. Yani ilimni talab qilish, Allohdan shu ilmning olishini talab qilish, manfaatli bo'lishini talab qilish bu ilmning tig'imi unaayatda fazilatli ekanligini bildirdi. Chunki Allohdan biz talab qilgan narsa eng yaxshi narsalarni talab qilamiz. Hamda hadis shunas yoki hadis so'zlab bergan ustozga tingishtish, shuning oldida shu kitobni o'qish yoki shu hadis shuning oldida tingishib o'qish haqida deydi. Hasanul Basri, Süfyan-ı Sevri ve İmam Malik rahmetullahi aleyh qatarlıq ulamalar o'qish joiz deb bor. Bu yer o'qish yani ustozga tanishtish, yoki shu muhaddis o'zi o'rgatmaydi. Faqat muhaddis tanishib turdi, uning xato to'g'ri tarafini bayon qilib turdi. Bu durust, yani shu oldida o'qigandek bo'ladi deb qaragan bo'lar. Hatta bular şu olimning oldida tingishishga Zimam ibn Sa'laba degan kishining hadisini dalil qilgan. Ama Zimam ibn Sa'laba Peygamber Aleyhissalatu vesselam kichik vaqtida inikonlik zamonasida mesela şu Bani Sa'd jamiyatidan toyibdiki. Shu yerda cho'ng bo'lgan. Shu yerda bir Halimat Sa'diya degan ayolni emib cho'ng bo'lgan payg'ambarimiz. Çünkü Araplarchida tili nayt o'tkir, fasohatlik, tili nayt yaqimliq qabila Bani Sa'd qabilasiga. Mana bu Zimam ibn Sa'laba radhiyallohu anhu Taifliklar Peygamber Aleyhissalatu vesselam'niki huzuriga elchi qilib avatgan. O'zi nayt kuchli, tili jonliq odam bo'lg'achqa, gapi o'tkir odam bo'lg'achqa vakil qilib o'mak avatganda bu kishi payg'ambarimizni so'rmay, udil kelib lam Rasulullohdan so'rab tövendikler geplerini kılgan. Şu vaxtıda dedik ki Peygamberimiz'e Allah seni şu 5 vaxt namaz okuşuk buyurdu mu degendiki Peygamberimiz dedi. Mana şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı da okuğanlık yani tanışatkanlık bir yerde. Her bir ibadetlerini soğan. Namaz okuşuk buyurdu mu degende zakat verişki sordu mu roz tutuşku buyurdu mu degende ahırda müşrimiz kavmimiz yetkizmeydiken Peygamberimiz bir yerde itiraf kıygan. Demek muşu nuqtini asas qilib turib Süfyan-ı Sevri, İmam Malik, Hasanul Basri qatarlıq büyükler
Yani ulama ya muhaddisin aldıda şu hadisi tenşatkan bolsa-mı, yani şundan anlaganga, yani rivayet qilganga baraber dep qaragan. Çünkü Zimam ibn Sa'laba Peygamberimizden aldıdaki tenşatkan ma'lumotlarini, xabarlarini öz kavminin qışıgı berip tushundigan, bildigan. Man muşnun özüne şununga qarab bu ulamalar durust dep icazet bergan. Hem İmam Malik rahmetullahi aleyh delil süptüde tövendiki misalını delil qilgan. Mesela bir kavmning oldida bir hujjatni o'qib to'q shu yerda. O hujjat o'qish jarayonida masalan o mundaq deyildi de bizni palanaxun guvohlik tortdi deydi. Yani hujjatni o'qigan odam bir, guvohchi necha odam bu yerda. Ahirda palanaxun bizni guvohlik tortdi deb hujjatni anglab turib bir necha odam guvohlik bergan bo'lsa, mush hujjatmi shularning oldida boshqalarga yani tingshatgan, yani o'qiganga barobar tingshatgan narsa. Chunki bu hujjat ularning hammasiga teng o'qiladi dedi. Ular tingshab o'tirdi. Va shundaqla shu tingshab turayotgan odamga o'qiladi bu hujjat. O'qigan odam deydiki, men palani o'qitdi dedi hujjatda. Demek şu hujjatni bir odamga tinchlatgan vaqtida shuni bilgan, anglatgan, bildigan mazmun bo'lgan ekan, ya'ni bir odamning oldida o'qigan bilan barobar deb Imom Malik buni dalil isbot qilgan. Va shundaqla bizga Muhammad ibn Salam o kishi dedi, bizga Muhammad ibn Hasan al-Wasiti Awfidin Hasanul Basri'dan rivoyat qilib dediki, olimga yoki muhaddisga bir narsani tanishtirib o'qigan bo'lsa, kerak yo'q deb shunaqa degan. Çünkü Hasanul Basri rahmetullahi aleyhinki huzuriga bir odam kelib debdikan. Uyam bek yiroq, sizlar o'ylarga chiqmay berib kelib bo'lolmayman. Agar bir ig'ir ko'misra men sizlarning oldilarda o'qib kitobni bir tingshatsam, yani jiqroq tugatsam demoqchida hamda. Shuning bilan bu adam ahirda debdi-da, kitobni o'qib bo'lib. Men endi boshqalarga bu mazmunda rivoyat qilib so'zlagan vaqtimda men nima deb so'zlasam bo'ldi deganda, menga Hasan hadis so'zlab berdi desam bo'lamdi deb so'ragan ekan. Degankin Hasan al-Basri, "Ha, menga Hasan so'zlab berdi, hadis so'zlab berdi degan kerak yo'q, chataq yo'q" deb mush iboratni shu vaqtida ishlatgan ekan. Yana misol tuptida tuvandiki bir ma'lumotni aytibdi. Bizga Muhammad ibn Yusuf Parabri xabar berdi. Bu Imom Buxoriyninki, shu Buxoriyni birdan-bir rivoyat qilgan shogirdlarniki biri. Buxoriyning hozir qadar saqlanib kelishida shu kishiniki to'psidir. Bu kishi dedi, bizga Muhammad ibn Ismail al-Buxoriy hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi, bizga Ubaydullah ibn Musa Sufyandan hadis so'zlab bergan edi dedi. Muhaddisning oldida o'tirib tingshatsa kerak yo'q, chataq yo'q. Masalan, tingishib bo'lib, menga hadis so'zlab berdi desa chataq yo'q. Men Abu Asimdan Malikdan ashta deganlikni anglagan edim degan dedi. Va Sufyonning ashta deganlikni anglagan edim. Yani olimning oldida tingishtish, olimga o'qish ve o alimning o adamga o'qishi o'xshash deb bunda qaragandi. İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi undaqda mushu qarashni tanlagan ekan. Ya'ni olimning oldida tanishayotgan bilan olim bu odamga o'qib bergan o'xshash buni hadis so'zlab berdi degan iborat bilan rivoyat qilsa yo'lliq va durust deb qaragan. Endi bu 63-numurlik hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi endi yuqoridagi deyilgan so'zlarga münasip holatda tuvandagi hadisni bayon qilib keltiribdi. Bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Abdullah ibn Yusuf at-Tannisi İmam Buxoriyning ustozi boshda o'tdi. Bu kishi dedi, bizga Lays hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu ishkilalar Misrda yashaganlar. Bu kishining tarjimalari o'tdi, Lays ibn Sa'd. Bu kishi Sa'id'din, o Sa'id al-Maqburi, Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Bu kishining tarjimalari o'tdi. Bu kishi Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namr degan kishidan hadis rivoyat qilayotgan edi dedi. Hem Sharik ibn Abdullah'ның çoğundası Abi Namr müşriklerle birge Resulullah'a karşı Uhud gazasına katnaşkan deyip. Keyin Allah'ın hidayet ile Müslüman bulup
musulmon bo'lgan deyildi. Undaqda bu sahoba bo'ladi. Ham Sharik ibn Abdullah o'zi, Anas ibn Malik, Said ibn Musayyab, qatorliq Ado ibn Abi Yasar qatorliq mashhur ham tabiinlardan ham sahobalarga uchrashib, shulardan hadis rivoyat qilgan. Bu odamniki shogirdi Imom Maliklar masalan. Sulaymon ibn Bilal qatorliq bayatdan o'tgan ravi, mushular bu odamniki shogirdlar bo'ldi. Hem ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchli odam degan bahoni bergan. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh. Hem Yahya ibn Ma'in bo'lsa kerak yo'q odam deb qaragan. Ibn Adi degan mashhur muhaddis bu odam muhaddis ahli ichida eng mashhur buyukdir. Bu odamdan ishonchli odamlar hadis rivoyat qilgan degan. Undaqda bu odamga berilgan baho nihoyatda go'zal baholar berilgan ekanda. Bu odam 140-yil o'lib ketgan. Bu adam hem de Anas ibn Malik'nin mundaq deganligini anglagan ekan. Anas ibn Malik Peygamberimizninki büyük sahabelerden. Bu kishininki tarjimaligi boshida o'tdi. Hem de Anas ibn Malik nima deydi deganda, biz arada ma'lum bir vaqtda Peygamber Aleyhissalatu vesselam bilan masjidning ichida o'ltirgan edik deydi. Peygamber masjidida Madinadagi. Bir odam tugining ustida mingan holatda keldi-da, ona shu masjidning oldida uni cho'kulandirib, uni bog'lab qo'yib, ondan shu sahobalarga atrofdagi odamlarga dedi ki, "Qaysonli Muhammad" dedi. Peygamberimiz shularning orasida bir narsa yo'llanib o'tgan sahobalarning orasida. Biz shuni bilan javob berib dedikki, "Mana shu yo'llanib o'tgan odam shu, oq pishma odam shu" dedi. Dedikda, degandan keyin u odam Peygamberimizga xitob qilib, "Ey Abdulmuttalibning bolasi" dedi. Ham Peygamberimiz Abdulmuttalibninki nevirisi bo'ldi. Hem de Abdülmuttalib'ninki nomi ait meşhur bo'lg'achqa Arablarda shunga dadasining ismi bilan atmaylam, Abdülmuttalib'ning ismi bilan atagan. "Ey Abdülmuttalib'ning bolasi" dedi. Onun Peygamber sallallohu alayhi vasallam tövende bundaq dedi. So'zla, nima gaping bor degan mazmunda gapda, men ajab to'q degan. Qulqam senda degandek. Bu odam Peygamber sallallohu alayhi vasallamga gap qilib bundaq dediki, "Men sizlardan gap so'rayman. Lekin bu savolim sal qattiqroq. Buningdan bir xafa bo'lsa. Degandan keyin Peygamberimiz nima so'rsang so'ra. Nima xiyolingda bo'lsa so'ra dedi. Bu odam dediki, sizning parvardigorlari va sizdan burungi kishilarning, insonlarning parvardigorining nomi bilan so'raymanki, Alloh sizni butun xaloyiqqa Peygamber qilib, elçi qilib avatdimi dedi. Peygamberimiz dedi. Allah'ның nomi bilan yana so'rayma dedi bu odam. Allah sizlarni bir kunduzda 5 vaqt namoz o'qishimizga buyurdimi dedi. Peygamberimiz Allahumma na'am. Dedi. Belki Allahumma ve teverruk namida işiltilgan söz. Bu odam yana savol so'rab, Allah'ның nomi bilan yana so'rayma. Allah sizni bir yilning ichida oyda bir ro'z tutishimizga buyurdimi dedi. Peygamberimiz yana javob berib, dedi. Bu odamimiz yana so'radi-da, Allohning nomi bilan sizlardan yana so'rayman. Alloh taolo sizlarni boylarimizdan zakot sadaqalarni elib, kambag'allarga taqib berishni buyurdimi dedi. Peygamberimiz yana dedi. Bu odam shuni bilan dediki, siz ilib kelgan her narsaga men iymon etdim. Men shu keynimda qilib qolgan mening qabilamdagi, qavmimniki bir elchisiman. Men bo'lsam Bani Sa'd ibn Bakr qabilasidan Zimam ibn Sa'laba degan kishiman shu deb shunaq dedi. Endi bu odamdan bu siyoqdan hamda Imom Buxoriyninki tushunchasi shu. Bu odam o'zi musulmon bo'lgan ekan, lekin o'zining musulmon bo'lganligini ta'kidlash bilan birga mushu bir Rasulullohning oldidan bir ma'lumotlarni o'tkazib o'tib, o'zining qavmiga berib, shu qavmini islom bilan da'vat qilish orqali shularga islom ta'limotini tushuntirish maqsad qilingan ekan. Chunki bu odam shu Rasulullohning so'rindan yenib borgandan keyin Taif'ga berib, Taif'da o'z qabilasiningki butlarini, Lat, Uzza deydigan butlar va qadimgi arablarning mashhur butlari. Shu butlarni chaqishga buyurgan, qavmim anglagan gapini.
Bu adamniki Peygamberimizdeki huzuru kelgan vaqti Hijriyaniki 9-yili to'g'ri keldi. Ko'pincha Makka fathidan keyin andin Arablar shu Rasulullahning huzuriga kelishga boshlagan. Qurayshlar bayat qilib Rasulullahning hukumatiga bayat qilganingizda Rasulullahga itoatmanlik bildirganingizda andin Arablar taslim bo'lishga boshlagan. Bu hadisni hamda Musa ibn İsmail ve Ali ibn Abdülhamid, Süleyman ibn Mughir'din, Sabit'din, Enes ibn Malik'din, Peygamberimizden şu şekilde rivayet kılgan dedi. Musa ibn İsmail mi İmam Bukhari'ninki ustazlardır. Tövendeki bu isnatni bayan kılış arkalık İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu hadisindeki bir net yoldan kelganligini ta'kidlash arkalık bu hadisindeki mezmunni texmi kuşu ega kılıp atıdı. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.